Assalamu alaikum aziz qadrli vatandoshlar. Men sizlarni yangi O'zbekiston, yangi yo'llar, yangi innovatsion g'oyalar, yangi undan da yangi texnologiyalar O'zbekistonga kirib kelishi O'zbekiston xalqini Janob Olilar O'zbekiston buyuk arbobi prezidenti Janob Olilar yangi texnologiya, yangi innovatsion buyuk tabriklayman. Xudo xolasa buyuk bobolarimiz ruhlari quvontirib tursalar bas. Qo'llab tursalar bas. Janob Olilar, men ham o'zimning ezgi maqsadlarimni, o'z fikrlarimni, yangi innovatsion, yangi o'zimning yangi shaxsiy texnologiyamni ishga tushirishga ruxsat bergaysizlar so'rayman. Va iltimos qilaman. Men Bobojev Iskandar Solovich asli Xorazmlikman. Tyomon GES vodovod, vodoxranilish, vodokashka, vodovodlarda Urganch vodovod, Tashxovuz vodovod ve eski hemşikler bilen agregat suburka qilgan vaqtida birga ishladik bize. Nukus vodovod, Tashxovuz vodovodlarda ishladik. Qarako'z katta, Qarako'z, Uxadnoy, ya Koparas vodokashkalarda, Sultonjajar Buamamız, Prekodnoy su giriş joylarında ishladim. Eski hemşiklere yardımcı bulup beni yangi innovasyon, yangi undan da yangi texnologiya yaratishimga to'g'min GES mening ish stajirovkamni oshishga suvdan yangicha yo'llar bilan energiya olishimga to'g'min GES qurilishi sababchi bo'ldi. Men suvdan yangi yo'l bilan tok olish uchun 50 yil kechalari yarim kechalari azongacha kunduzlari suvdan yangicha yo'llar bilan sudan tok olishni o'z zimmamga katta yukni o'zim oldim. Ömrü zoya ketmaganligini 50 yil his qildim. 50 yil izlanganim O'zbekistonning bitmas tuganmas boyligini izlab topdim. Endi men baralla ayta olaman, O'zbekiston xalqini, O'zbekiston prezidentining yangi O'zbekiston va yangi energiya bilan tabriklayman. Men O'zbekiston fuqarosi ekanman. Kindik qonim to'kilgan tuproqqa O'zbekistonga ming bora ta'zim qilaman. Men O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston prezidentiga uzoq umr, baxt, saodat, bitmas tuganmas tinchlik, bitmas tuganmas boylik berishini Allohimdan, Xudoyimdan so'rayman. Shunda men hali xalqimga, prezidentimga ko'p xizmatlar qilib, butun dunyo olimlarini, ixtirochilarini, butun jahon prezidentlarini hayratda qoldiraman. Hattoki Amerika prezidenti ham Samarqandga kelishga undayman. Ve kutib qolaman. Men Al-Xorazm nabirasi ekanman. Har qanday qiyin ishga ham qodirman. Katta ishni ham uddasidan chiqaman. Suvdan yangicha yo'llar bilan, yangicha usullarimni ishga solaman va tok olaman. Suv tagida ishlovchi agregatlar, bloklar, холодный dvigatellar, yangi sovuq dvigatellar ishga tushiraman. Butun jahon xalqi hayratda qoldiraman. O'zbekistonning kuch qudratini yana ham oshishiga zamin yaratib bera olaman. Endi O'zbekiston xalqini og'irini endi yengil qilib bera olaman. Men baxtli O'zbekiston oddiy fuqarosi ekanman. Faxrlanaman hamisha. Quvonib yuraman. Hozirda O'zbekiston davlatimiz shamoldan bir xil yo'l bilan energiya olishining guvohiman. Quyosh nuridan energiya olishimizda eng yaxshi, eng toza energiya olyapmiz. Xudoga shukr qilaman. Bir vaqtlar tik yoqib, chiroq yoqib, hidiga chidamay uyda kechalari sham yoqqan paytlarimiz bo'lgan. Xudoga ming shukr qilaman. Hozirda zamonaviy energiya tejamkor lampalarimiz yonib hayotimizni charog'on qilmoqda. Yaxshi, albatta. Hozirda O'zbekiston davlatimiz shamoldan, quyoshdan bir xil yo'l bilan energiya olib kelmoqda. Yaxshi, albatta. Hozirda suvdan ikki xil yo'l bilan energiya olib kelmoqdamiz. Suvdan endi qo'shimcha qilaman men. Suvda ikki xil alış mümkün ekan. Suvdan suv qaynatib, suv satkani ko'tarib, bu suvga bir qo'shimcha qilaman men. Endi 2 xil olib turmadik. 3 xil ulush alinishini izlab topaman men. Suv bizlarga sezdirmoqda. Suvdan ko'p xil usulda energiya olish mumkin ekan. Men hattoki isbotlab beraman. Suvdan yangicha usulda tok olsak O'zbekistonning bitmas tuganmas boyligi ham hisoblanadi. Yer yuzundagi, yer tagidagi boyliklarimiz
asta sekin tugaydi. Sudan alınadigan boylikimiz hech ham tugamaydi ekanini men bilib oldim. Suvda yangicha usulda 900 trilyon megabayt bir yer yüzünü oluşturadi bu. Öz oldimga reja qildim. 900 trilyon megabayt. Bu katta sifir bu. Bunu bizlarga bu sifirlarni o'rgatish uchun Al-Xorazmiy o'rgatgan. Yarasaki bütün dünya lol kalsın. Aferinler etsin. Bu texnikaning nomlanishi o'zi bir mo'jiza, iltimos qarangiz. Самостоятельный. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Узбекский подводный агрегат, строение. Узбекские современные, самостоятельные, работающие агрегаты, блоки, холодные двигатели, строение решают узбекские международные водные, энергетические, экологические, природные, все единого проблемы решает. Об этом я верю. Об этом изыскиваю день и ночь, полночь, утро. Главным болом стану. Для этого все чертежи, схемы мой, Дедзовский работал, займусь дома, этим занимаюсь 57 лет. Для этого мой чертежи, схемы, Дедзовский работа, займусь дома. Служит Узбекистаном, процветание, миру, служия, гордюсь. Спасибо за внимание. Пока.